Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Kolonnaga karkas to'qishda 4 ta muhim jihat sanab o'tib ketaman. Birinchisi, podushkaga bo'lgan oyoqlarda 45 gradus bo'lganligi. Buni shunday aylantirilsa, xuddi o'rdakda oyog'ini singari ushlaydi. Ikkinchi o'rinda, masalan, 3 metr kolonnani 2 ga bo'linadi. 1 metr joyini qalinroq, o'rtalarini yupqaroq, yana tepadan pastga 1 metr joyini qalinroq to'qiladi. Albatta, karkaslarda, ya'ni xomutlarini bukilgan bo'lishi shart. Bu tomoniga kelsak, naxloz ulash deyiladi buni. Biri uzun, biri kalta bo'lishi shart. Shu 4 ta qoidaga amal qilsalaring, albatta kolonnalaring o'ta mustahkam va zabardast chiqadi. Keyingi o'rinda aytgancha esdan chiqibdi. Xomutlarimizni choklarini u yoqqa bu yoqqa aylantirib sachib chiqishimiz kerak. Kuzatishda davom etinglar. Usta Sardor kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Bo'pti. Mixlab ketinglar.